Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan tarixiy roman Chala tekkan o'q. Avtori Abdulla Talib. 14-bob. Tunigun O'ychakandan haydalgan oltinchilarni Kuchar davini ustidagi tuzlanda to'xtatib, qaytadan tashkillab chiqdi. Har bir guruhga ban va paylarga eng ishonchli cho'moqchi, yaloqchilarni mas'ul qilib bekitdi. Paydin yuqorga qurolliq saqchilar bosh bo'ladi. Oltinchilarni o'zaro til biriktirib oladi deb ularni o'z ismlarida chaqirishni chekladi va faqat nahiyalarning laqamini ism o'rinda ishlatishni buyurdi. Ba'zi laqamlar haqorat, kamsitish xarakterida bo'lgani uchun yigitlar orasida arazliq, og'rinish alomatlari davom qiladi. Yingjang va shunganlar bu kashfiyatlardan intayin xushal bo'ladi. Bu kashfiyat O'ychakan vaqasida ahvolning oldini olish uchun bir angushtar hisoblanadi. Mushu xorliqlardan azoblanib berayotgan Irfan qatorliq yigitlar ab-tafsila dardan to'kishib, norozilik bildirdi va Irfanning naqshi muzikasi bilanmi ichini bo'shtatdi. "Qani, ravobni ol, naqshangni boshla", dedi Akbar atsi Kucharga qarab ketayotganda. Irfan hayajon ichida "Allah Allah, vay balla, nadonlikni tashlanglar" degan yangi naqshisini boshlab, tog' jiralarini yangirtibdi. Bu yo'llar uzun yo'llar, g'arib yo'lini bog'la, g'arib o'lsa kim yig'la, g'aribqa g'arib yig'la. Allah Allah, vay balla, nadonlikni tashlanglar. Oltin qazisan desa rost debdi Xudo debdi, oltinliq bo'lib g'amdin bo'larmiz juda debdi. Yo'l yaraq, yalang oyoq, mangduq upridi jonlar, g'ing qilsaq tegib to'qmoq, oqti begunoh qonlar. Kaptar o'ynaduq debdiq o'g'ziga chiqivelib, o'shuq o'ynaduq debdiq o'ymonga qichivelib. Ah urib anam qoldi, yig'lab zaruzar qaqshab, so'ygan mashug'um qoldi, ahu ko'zini yashlab. Damga ilinib bizlar ochtin yurimiz cho'lda, chanqab izlasak suvni, qaqtek tamcha yo'q ko'lda. Tanni ko'ydirib ziqta xatlik ansilib qo'ydi, zulmning taktini amdi Irfanmu bilib qo'ydi. Cho'lda ko'pligan jasad qoldi qaga quzg'unga, yo'lning cheki ko'rinmas mangsaq texi uzunga. Buyruq beridu yingjang g'azab qilidu shungan, to'qmoq uridu saqchi shum pishaniga ungan. Allah Allah, vay balla, nadonlikni tashlanglar. Oltinchilar Kucha davandan paslab qora cho'qqa jilg'isidan sharqqa qarab ketyotdi. Irfanning o'tliq naqshisi jilg'ini jaranlatib, butun tog'u tashlarni larziga keltirib boradi. Balalarning to'lisi ko'ziga yosh, shundaqla yuraklarga darmon olmoqda edi. Yangjang bilan shungan oltinchilarni saqchilarning nazoratiga topalab, o'zlari Kuchar shahriga yurib ketishdi. Bu chaqda bu jilg'ida Urumchi Darulfununga ketayotgan iliqi 2-Harvardagi o'qituvchi o'quvchilarmi Irfanning naqsha va muzikasiga mahliya bo'lgan holda munglinib ketayotdi. Ular bu fursatni g'animat bildida naqsha soz anglashni bahona qilib Irfanning qishiga keldi. Naqsha oralarida ular ajoyib yangi va sirliq suhbatni boshlayotdi. Harvardagi o'qituvchi Hashimjon O'rta Osiyoni tugatib kelganidan keyin Urumchida o'qituvchilik qiladi. U muzika va dramaning havaskori edi. Yenidagi kelishgan o'quvchisi Yusufjon Javlani bo'lib, amdilan 20 yoshga qadam qo'ygan oq yuzlik, chujumal, sezgur yigit edi. U Aqsu viloyatlik gimnaziyaning dangliq a'lochisi, intayin idraklik ham notiq edi. Uning iqtidori jo'sh urib turg'iniga zo'qlangan peshqadam bir ustozi Javlani demigi bilan munosib bu nom uningga o'zishib qolgan edi. Javlani hamma fanga qizg'in havas qiladi. Bo'libmi tarixshunoslik va nasabshunoslikqa bakmu ishtiyoq bog'laydi. U atoqliq shaxslarning tarjimalini, sodir bo'lgan voqealarning real tazkirisini pishiq egalaydi. Shunga uning yana bir taxallusi nasabshunos Javlani edi. Javlani O'ychakan sida yuz bergan tragediyani o'z ko'zi bilan ko'rib tit bo'lib, oxiri ana shundaq bahona bilan
balalarning qishiga keldida ularga fojianing rejissyorlari Yingjiang bilan Shunganning haqiqiy tarjimonini tunishtirib qo'ymoqchi bo'ldi. U oldi bilan Shunganni tunishtirdi. Shunganning hozir ismi Zamanqul, bu vaqtchig'it ismi Alliqul, Xanzuchi taxallusi Axushu. U 1929-yilları Tavdarin degan ambalning qo'lida Sho'tanda o'qigan. Shu chaqda bu taxallus berilgan. Keyin u Yamulda ishlab yurib, ambalga yarab qoladi. Halal haramni ilg'imaydigan bo'lgani uchun uni kishilar Atongoz yoki Aqtongoz deb atashadi. U yurtidagi cho'ng bir bagning doğ'isi edi. Kech kunduz kaynidan so'kuldaydi. Bag otdan tushsa, qo'ltiqidan yulab, chapinining to'pisini qiqib, otning sag'irsini siylab, yoyil quyruqini tarab qo'yadi. Bag kichikkina kulimsirab qo'ysa, bakmo xo'sh bo'lib ketadi. U mushu yo'l bilan barbara o'ziga xos xarakter yaratgan edi. Zamanqul 1934-yili Aqsu Darul Mualliminga imtihon berib o'talmay qoldi-da, bayqida qilig'i bilan jampiqishga kirishdi. Dastlabida qimar bilan haplashib, nurg'un dangdar qimarvoz va jazxo'rlar bilan tanishdi. U bir oqshimi somkaga bir par kostyum, bir ishlab qachlab Ko'ni shaharning Uchturpan darvozasi yonidagi bir qimarxonaga kirdi. Sugat eriqli qimarvoz Rozi ig'ir uttirib, yana bir talay qarzdor bo'lib qoldi. Jazxo'rning lukchaklari pichoq tanglab Rozni bo'g'di. Bu chaqda Zamanqul aralashdi-da, bir haftada to'lashga mador qilib Rozini billa elib chiqib ketdi. Zamanqulning maslahati bilan ikkisi tunda Ko'ni shahardagi bankga tegdi. Rozini tam teshikka qo'yib, o'zi atrofni kuzatishga mas'ul bo'lib oldi-da, shoqqida kiyim kechkini yangishlab, bankining dejurniy xonasiga kirib, Rozini chaqidi. Zamanqul bu xizmati uchun bankidan nurg'un mukofot olish bilan saqchi uni qo'ldan ish keladigan yaramliq ekan deb shunganlik ishiga qo'ydi. Shuningdan keyin deb so'zni davomlashtirdi Javlani yana. Zamanqulning ishlari kundan kunga ro'naq tepishga boshlaydi. U 30-yillardagi Qumul, Turpan va Aqsu qo'zg'olonining ta'sirini tozalashda cho'ng gumb ko'rsatdi. Aqsu, Avat, Kelpin qatorliq nahiyalarda qanliq rol o'ynaydi. Ma'rifatparvar nurg'un kishilar halok qilindi. Dunyo dafna, kitob narsalar bulantalan qilindi. Ko'rinmaydigan qiri yo'q, echilmaydigan ser degandek, uning ishlari oxir echilib, kishilar uningga Alqush deb nom berdi. U ko'p qatim maxfiy taqdirlandi. 40-yillarning kirishi bilan Urumchiga o'stirildi. O'ychakan fojiasi Zamanqulning Urumchiga yo'tkilib o'ynagan karomatli komediyalarning muqaddimasi edi. Javlani so'zlab mushu yerga kelganda bir oz dam oldi. Bu darslardan savoq olgan Erpan qatorliq yigitlar Shungan qandoq maxluq ekanligini mufassal bilib g'azablanmoqda. Javlaniga bo'lsa cheksiz zo'qlanmoqda edi. Javlani oxirida Yingjiangning tazkirisini to'liq bayon qildi. Askarchi Yingjiangning ismi Yang Lixin edi. U 1938-yili Shengshisayning harbiy amaldorlar kursini tugatgandan keyin Yingjianglikqa ko'tarilgan. U Uyg'urchani pishiq bilgani uchun mushu ishga mas'ul qilib avatilgan. 1945-yili u Aqsu Darul Muallimin maktabiga harbiy mashq javobgarlik bo'lgan. Avtor mushu romandagi nurg'un faktlarni shu odamning og'zidan anglab, tafsiliy xotira olgan edi. U odam 1978-yili o'lgan. 15-bob. Palta tushukcha ko'tak dam aptu. Xalq maqoli. Javlanining nasab tunishtirishi orqali ahvolni uqqan Erpan bilan balalar amdi bayqilarni famillari bo'yicha Yang Yingjiang va Zamanqul Shungan yoki Za Shungan deb ataydigan bo'ldi. Keyingi sahifalarimizda ashu nomlar namoyon bo'ladi. Shunday qilib, safar yana davom qilmoqda edi. 6-chilar qadimgi ko'san jilg'alaridagi Maral qo'ltiqida bir kecha qo'ndi. Atsi ahli salib lashkarlaridek achu zar mangan ular perişan holda Kuchar shamol vag'ning yuqori tarafidagi cho'ng sayga o'rinlashdi. Bu sayning shimol tarafi ochiq bo'lib, u orqali Talamat davini tarafdan Tangri tig'ining illiq shamollari urib turadi. Bu shamol bilan urg'utib tushgan suzuk suvlar arg'in tanlarga oz bo'lsa-mu aram beradi. Cho'llarda chanqab quraydak bo'lib qolgan bu bechoralarga
mushu muqaddas ana tağının zamzam suvlari go'yoki ana og'zidek quvvat va abi hayotdek darmon bo'ladi. Bu chaq bu fasllarda go'zal kuchar intayin ma'murchilik edi. Bo'stonlarda qirmiz gullar xushbo'y atirlarni chatsa, baraqsan bog'larda may bo'lib pishgan o'riklar ko'ngillarni ko'ydiratdi. Shamol bog' sayligahidagi ayol jamoat so'kan sevatlab keltirgan o'riklarini yeyishgach xushchaqchaq paranglarga band edi. Ular udulidagi sayliqda so'zilib yotgan musofirlarga ichi og'rib, non, qattiq, yal yemishlarini olib kelib beradi. Bechora musofirlar kucharliq qon qarindoshlarining shafqat shafoatiga rahmat ashqonlarini takror izhorlaydi. Erpan oltinchilarning dil rishtisini izhor qilib, qo'lga ravabni olatida shamolbog' bo'stonlarini larziga keltirib chalatdi. Zaman bizga zo'r bo'ldi, zolim baglar ko'r bo'ldi. Xo'luq ko'rmay yosh turib peshonimiz sho'r bo'ldi. Cho'llarmi cho'l piyoda azob ko'rdik ziyoda. Qachon bizga putilgan bundaq taqdir iroda. Atadan ayrilib keldik, anadan ayrilib keldik. Bizda hech gunoh yo'qdi, ajabmu xorlanib keldik. Atadek mehribon barmu, anadek mehribon barmu? Kuchar shahrida bizlarga qadrdon boshpanoh bormi? Bu chaqda Yang Yingjaning Kuchardagi aksi Yang Mishu darining maxfiy to'yi bo'layotgan edi. Zamonqulmu Yang Yingjang qatorida bu to'yga oltin sovg'atlarni atab shapashlab yuratdi. Palta tushukcha ko'tak dam aptu degandek, bu maxfiy to'y fursatida oltinchilar qoralliq pitliqlarning panohida xili obdan aram elilishdi. 2 kunlik dam elishdan keyin ular yana sharqqa qarab haydaldi. Oltinchilar Qari shahar darvozasiga yaqinlashmoqda edi. To'satdilla nurg'uni og'rib yiqilishga boshladi. Qora kezik bilan vabo belgilari bilinmoqda edi. Og'riq tez yo'qib boradi. Yuzlagan bitoblar Zamonqul tarafidan laqva, eshak, do't, kalva, bag'azar degan haqorat bilan atalmoqda edi. O'lmakning ustiga tepmak degandek texi ularni urib, qo'pol chigirdan o'tigi bilan tepatdi. G'iribqa g'irib yig'lab ularning saqlari og'riqlarini yo'lashtirib kech peshin mezgiligacha Aran daryodan o'tolishdi. Shaharda saroylarga bir qismi Uyg'ur uyushma klubiga o'rlashtirildi. Sig'mag'anlari ko'chalarda dugdarishib, jandarmalarning qo'rshavida yetishadi. Atsi ahvol texmo ig'irlashdi. Minglagan yigitlar lag'ildab titrab, yotgan peti o'lib ketdi. Uyg'ur uyushma xayriyat komiteti tashkil qilib, ommaviy iyona to'plash orqali yordam qildi. Nurg'un ota-onalar oyog'i uzilmay kelib, bechora musofirlarni yo'qlab turadi. Viloyatlik doktorxona xodimi Ma'mtimin, Abdurshid qatorliqlar kech-kunduz davolash ilib boradi. Diagnozlari mundaq yozilgan edi. Ozuq kamlikdan ojizlab, pitlar sho'rab, qonlari buzilib, qora kizlik bilan vaboni keltirib chiqargan. Og'riq va azob dardidan bir qancha yigitning Qarshahar daryosiga o'zlarini tashlab o'lganligi ma'lum bo'ldi. Avgustning o'ttirlarida kizik kesili dahshatlik pallaga yetgan vaholanki vrach Abdurshidmi qutqizish jarayonida kasal yo'qib o'lib ketgan edi. Avgustning oxirlarida Qarashaharning havosi salqinlashga boshlab, tirik qolgan yigitlarning salomatligi asliga kelishga yuzlandi. Lekin O'ychakan voqeasining qayta sodir bo'lmasligi uchun jandarmalar nazorati kuchaytirilmoqda edi. Gogum tushishi bilan tangla darvozalari taqalatdi. Kunda necha navbat degidek yo'qlama qilinadi. Ko'chalarga gayjang, pashshablarmi ko'z quloq qilib qo'yilgan edi. Bir oqshimi saroyda pat-paraqchilik boshlanib ketdi. Akbar qochibdi degan cho'qon ko'tarildi. Saqchilar taraf-tarafga yugurishmoqda edi. Shu asnoda mahalla gayjangi kelib Zamonqulga ko'k chapalliq ikki odamlar Otish mahallasiga bir qurag'a kirib ketdi deb xabar qildi. Zamonqul yon qurolni esib yugurdi. U Otish mahallasidagi heliqi qura oldiga kelganda u yerda bir bola tepkuch o'ynayotdi. Zamonqul boladan ko'k chapalliqni ko'rmaganligini taqlab so'radi. "Yo'q, ko'rmadim" dedi bola. Balani tam tüvege tartib bir so'm bilan bir kallak navat beribdi.
Eğildiki oqurda, dedi Gul bala. Zamanqul Akbarni tepken peti haydab chiqib, sarayga ilib ketdi. 16 bab. 1. Zamanqul shu kuni yana ikki qochqunni Lama butxonasiga kirib olgan yeridan so'rab keldi. Buning ichida birisi Maralbishliq yeza o'qituvchisi bo'lib, 24 yoshlar qarisini olgan zilva bo'y yigit edi. Bu dinga qarshi ig'vogar chatoqchini baglar oltin olvinga tutib berib qutulgan edi. Zamanqul darg'azab bilan o'rpib, o'qituvchi bilan Akbarning kachatlariga bir necha testak soldi va gulib, "Qani so'zlash, qechib nega bormoqchi?" deb so'radi. Yigitlar zuvan surmay jim turishatdi. Zamanqul qo'l cho'moqchilarga ishorat qildi-da, "Hay-to'y" deguncha ular qonga milinib ketdi. "Senlarni mana mushunda qo'shinga keltirib qo'yman. Yerga kirsang ko'kolangdan, osmonga chiqsang topaningdan tartaman." U shundan keyin orqasiga g'azab bilan burilgan peti udul yomulga ketdi. Erpan boshliq yigitlar kelib, bayqi qonga milinib yotgan yoranlariga panoh bo'lmoqda edi. Ig'iz boshlarini ertib, suvlarni ichkizatdi. Og'riqdan amdila o'ri bo'lib, alang-salang yurayotgan Erpan g'ayrat qilib xayriyat komitetiga berib, ular orqali doktor Mamtiminni topdi. Darhol Mamtimin jiddiy chora tadbirlarni qildi. Atsi o'qituvchi ko'zni sal ichib, yenida turgan Erpanga bir qardi-da, ishdan lepizidan xat elib asta uzatdi. "Ah ana, jon ana" dedi-da, lazzada bo'lib va bir so'zilib jon uzdi. Erpan u o'qituvchini xayriyat komiteti orqali dafn qilib kelgandan keyin uning xatini o'qidi. Marhum tövendeki masxarini qoldirib ketgan edi. "Kiyiming manjuchimi, so'lunchimi? O'rmat chach qo'ygan eding xotinchimi? Al so'raytding uchirsa o'tinchimi? To'xti manju qayda ketding, nadisan? Kirgizatding cho'ng qara darvozaga, zang salatding tulitim ovozga, bo'lmading qul ambili bag qoziga, to'xti manju qayda ketding, nadisan?" Mana amdi bu Zamanqul hayvisi, rast Zamanqul ushbu davron dallisi, unda yo'q vijdon degan aqallisi, to'xti manju qaydasanu nadisan. 2. 1942 noyabrning boshlari edi. Oltinchilarning o'limdan eshib qolganlari Arg'i buloqning ajal vadisidan chiqib olgandan keyin qanot quyruqlarini yig'ishtirib, oxiri kelib Ulanbaydagi dasht bayavonga to'plandi. Urumchining janubida qad ko'tarib turgan Tangri tig'ining hisobsiz cho'qilari qor bilan qoplanib yotadi. G'arbdan sharqqa so'zilgan İran qovurg'a deb atiladigan bu bepoyon tog' tizimalarini mashhur Teka davini ikkiga ayirib turadi. Teka davinining g'arbidagi Dara jilg'isidan Misr ham Zirdi iqinlari, sharq tarafdagi jilg'lardan bo'lsa Qurut iqini Dashigu jilg'isida qo'shilib, oxirida uzunligi necha 100 kilometr yordamlik paydo qilgan edi. Dashigu jilg'isining so'lari bepoyon Janubiy Ulanbay dashti orqali qadimgi xaroba shaharni aylanib, Urumchidagi Teqirko'l ham Sisiqko'llarga qo'yiladi. Ana shu Dashigu ig'izidan toki Teqirko'l qirg'oqlarigacha so'zilgan bepoyon cho'llar Janubiy Ulanbay dashtlari deb ataladi. Bu cho'ng dashtining sharq tarafidagi Davanching tog' ig'izidan boshlanadigan bo'ron yo'li mushu Janubiy Ulanbaydan g'arbga so'ziladi. Noyabrning o'ttirlaridan boshlab kun aralab degidek chiqib turadigan shivirg'anliq bo'ronlar ko'z ochqisiz darajada qo'yuq chang to'zon paydo qilib kishini yergindiratdi. Gahi kunlari u qo'rqinchli g'ulaydi. Tog' jilg'isida bo'libmi, Dashigu jilg'isidan pat-pat chiqib turadigan bo'ron judun istitaklar bilan nafaslar qisilib, ko'ngil bearam bo'ladi. Sansizlagan sabdashlarni tağut dashtlarda qağa qo'zg'onlarga qoldirib kelgan oltinchilarning oxirgi joyi Urumchining janubidagi mana mushu Ulanbayning ajal dashti bo'lgan edi. Endi bu bayavandimi shig'illiq qabrlar qad ko'tarishga boshladi. Bu chog'larda Yang Yingjang bilan Zamanqul sharaflik ishni tugatib, qayoqlargadir g'oyib bo'lib, ularning o'rnida oltinchini boshqaradigan yangi xo'jayinlar
harbiylar, saqchilar va suv ishlari nazoratining bir turkum hayvatli xodimlari paydo bo'lgan edi. Bular yo'g'on quloqcha, qalin juva, uzun qo'nchilik chegirin o'tuklarni kiyib olishgan bo'lib, gohilari otliq, gohilari piyoda yurib, dashi godin tiqir ko'lgacha so'zilgan zaval dashtida cho'ng o'stan liniyasiga tana tortib, qo'zi qiqib cham belgilaydi. Oltinchilar bo'lsa yelin kiyim, nachar tamoq bilan bargan sira judab, judunliq bu bayavanda qanliq qamchilar ostida o'stan amgiki boshlangan edi. Bu kunlar mushkka o'yin chashqanға qiyin bo'lib, o'limlar avji xo'jayinlarining qirg'imi kelib qo'ymaydi. Sanjusan boshlangandan keyin nurg'un yoshlar kechsi to'nglab o'lib ketdi. Ah, zulmatlik zaval dashti deb Erpan har kechsi jo'ylib bearam bo'ladi. Uni intiqom o'ti o'rtab barsimi, hozircha ilojsiz edi. Lekin u o'tkir hajvi qo'shoqlari bilan yurakidagi qarshilik tuyg'ularini ifodalab boradi. Beshimiz qaydimu balla, putimiz taydimu balla, qarab hunaq bilan ko'kka ko'zimiz aydimu balla. Tuluq tashdek semiz edik, so'zi chuchuk meg'iz edik, chiroylar sarg'ayib shuncha bugun biz laydimu balla. O'lib yo'llarda, cho'llarda, eqib yosh tashdi ko'llarda, turar joy bo'lg'ini amdi bayavan saydimu balla. Esit top-top qirildik biz, ichimizdan serildik biz, qirilsun ham tugasun deb palak tor yaydimu balla. Haqiqat nada yurgandu, nechun rangini turgandu, va yoki ulpiti zolim hukmron baydimu balla. 1943-yil fevralning oxirlarida Dashigo jilg'isi bir haftagacha qop-qora tuman qoplab olgan bo'lib, yaqin aradagi odamni farq etishmi mumkin bo'lmaydi. Mushundaq fursatni ta'minlab kelayotgan, jinidan jaq to'ygan oltinchilar vaqtni g'animat bildi. Bunda hayotdan o'lim ming a'lo deydi. Erpan o'ziga o'zi pichirlab, u ishonchli yigitlar bilan xufiyona so'zlashishga kirishdi. Saqchilarning jangizlarga dam olish uchun ketishi, yana bir qismining bo'lsa aroq bilan band bo'lishdan foydalanib, Erpan bir turkum yigitlar bilan billa to'ydurmay pam bilan yurib ketdi. Qochqonlar shu kechida Dashigoning kun petish tarafidagi tog' bag'rini bo'ylab ilgirlamoqda edi. Ular bir-biri bilan tepshalmay beshi qaygan taraflarga ketaverishdi. Saqchilarning tutilishdan xudiksirab, bir-birini qichqirishdan saqlanadi. Ertasi tong atqanda saqchilar sizib oldida otlarini almanlarcha taraf-tarafga chaptirib qo'g'lab mandi. Kechqurunligi 20 ga yaqin yigitlarni tutib keldi. Bu yigitlar tog'ning o'y cho'nqirini anqirolmay eziqib qolgan edi. Ba'zilari bo'lsa Sarchuqa yenidagi Ahmadxon hojining jangisi atrofiga yetganda tutilib qoldi. Erpanning tali bu qitim o'ndan keldi. Uning qahri g'azvi chekiga yetgan edi. Kun petishga yaqin u xili uzab ketgan edi. Nakaslik qamchisi yana shu tutilib qolganlar beshida o'ynashga boshladi. Buyruq bo'yicha saqchilar ularni bir-biriga chetib bog'layotdi. Shilivir kaltiki tekkan badanlar, kirish qamchida savalgan boshlar, tilma-tilma bo'lib qonlar yomg'irdak eqishga boshladi. Balalar birining keyindan biri, "Ah ana, men nima ko'ryapman? Ah ana, men qachon sening ko'ksini qattiq tishlayotgan bo'lg'aydim. Ah ana, mendan rozi bo'lg'in" deb hushidan ketishyapti. Shundaq dahshatlik ibratdan keyin ularni bog'langan peti yana shu yardangliq tuviga qamashdi. Atsi ularning hammasi muzlab cho'yinda qetib ketgan edi. 16-bob tugadi.